Bu dunyodagi eng kasbiy qotil. 3800 metr yiroqlikdagi nishonni bir poy o'q bilan bartaraf qilgan Mergan Chilböre. Chilböre Angliya alayda xodim bo'lish sufti bilan vazifadan chatoq chiqsa bo'ladi-ki, lekin salofat va taqdirga jihatda uturishga qat'iy bo'lmaydi. Bu kinodagi bosh personajning yasnishi son va sifat jihati bo'lsin 007 filmidan qolishmaydi. Organ taraf suratga olish jarayonida bosh personajning kiyimiga xilijiq pul xajlaganligini aytgan. Butun kinoga 40 qurdan ortiq kiyim ishlatgan. Chilböre'ga qiziqadigan do'stlarimiz meni qo'shib olinglar, tafsiliy so'zlab beraman. Birinchisi Chilböre'ning kostyumi. Bu kinoda kostyumning mavjudlik tuyg'usi ancha cho'ng emas. Birinchi qur kostyum bo'lsa bosh personaj Ispaniyaga qaytib qiz do'stini ko'rgili borgan vaqtda ifodalandi. Bu vaqtda sus kul rangdagi tuz yoqiliq tog' tugmalik kostyum kiygan. Nimali degan bilan u qiz do'stining nazarida muvaffaqiyat qozongan bir savdogar. Shunga bu xil moslashtirish Chilböre'ning xarakteriga intayin tushgan. İkinci quru bo'lsa, kulrang kostyum chapinni Newzay ko'ynakka moslashtirgan. Uni uslubdagi ko'zoynakni taqash bilan birga uning salobati akademikqa almashgan. Uchinchisi bo'lsa, keyni tarafda purmilik qatloq nusxasi bo'lgan qizil rangli dala chapini kiygan. Bu yasinish yashangan odamning xarakteriga ajoyib tushgan. Yana bir niqoblanishda koni pasumdagi tog' kostyumni qahvarang ishton bilan moslashtirgan. Buningda professorlarni kiyib chiqara olmagan bir xil puroqni chiqargan. To'rtinchisi bo'lsa, Chilböre'ning ishtini. Kaygini pason jihatda hammasi badanga tegishib turadigan ishtonlar. Garchi putini uzun ko'rsatsimi, Chilböre'ning o shakllik putini chamdirib qo'ygan. Ya osti qiyniq usti sus, ya bo'lmasa usti qiyniq osti sus ranglik moslashtirgan. Bu filmni ko'rib, sizning Chilböre'da kiyinib boqqingiz keldimi? Kiyim moslashtirishda qiynalib bo'lsangiz yoki kostyum burligiga ehtiyojingiz bo'lsa, men bilan aloqalashing. Sizga chiroyli bir qur kostyum laylab beraman.